Marjon, Apa? uxlamaymi? Nima telefon qilsan? Uxlamadingmi? Yo'q, gapir. Hozir tashqariga chiqib olay. Marjon, mendan xafa bo'lmag'ay, bitta ish qilib qo'ydim men. Nima qilding? Menga jo'natgan zapising bor-ku, Ha, Begzod qizligimda olib qo'ydi, unnemda yubkam ko'tardi, sikib qo'ydi, ko'rdim men deganingda jo'natib yuboribman. kimga? Go'zalga. Marjon, nima Go'zal endi Bahor opaga ko'rsataman deyapti. Nima qilding? Hammasini eshitgan. Boya aytgansan-ku, shida yubkamni ko'tardi, bilmay qoldim tiqib yuborganini. Endi ayangga ko'rsataman deyapti, jo'ra. Senki nima deding? Ha, dedim, Begzod dedim, qizligimda olib qo'ydi deb menga ham aytuvdi, dedim. Senga ketib qoldi, men uni Bahor opaga jo'natayotgandim, dedim. O'lding, sharmanda bo'lding. U aytdi, gruppaga tashiyman hozir, dedi. Bu sen gapirgansan-ku, Marjon yubkam ko'tardi, meni sikib qo'ydi, qochib ketdi qozoqqa deganlaring bor. Hammasini hozir Muhammadlar gruppaga kiribdi-da, Marjon sikib qo'yibdi deb yozibdi. Qaysi Muhammad? Sinfdoshing? Yo'q, gruppaga tashlabdi. Gruppaga, ha, Go'zal seni zes qishloqqa shu zapisingni tashlab yuboribdi, men bilan gaplashgan. Bu qanaqa qiz, Marjon? Qanchiqsan-da, battar bu ham kam. Siktirishdan oldin o'ylash kerak edi, qanchiq ochib qo'ymay olmingda. Hamma bildi seni qiz bolamasligingni, Marjon. Ayangga ham jo'nataman deyapti. Behruz aka nomerini so'rab yotib mendan. Men bilmayman dedim. Go'zal menga shuncha propiska qilyapti. Tavba qildim. Shunaqa gap. Shu charchadim-da men. Charchagan bo'lsang qisib yurishing kerak-da. Begzodni qaydan topamiz endi? Marjon, Begzodni qo'ya tur hozir. Sen Begzodni qaydan topishingda? Men bu kuni gaplashuvdim Telegramdan. U aytdi menga, men sikkanimda dedi, u qiz bola emas edi. Mendan oldin u qizligini oldirib qo'ygan edi. Keyin men kichkina Suhrobga yozdim. Suhrob dedim, shunaqaga endi qizmidi dedim. Suhrob ham aytayapti, yo'q dedi, men sikib ko'rganimda qiz bola emas edi deyapti. Qaysi biri o'zi seni qizligingda olgan? Begzodmi, Suhrobmi? Begzod olgan. Begzod olgan bo'lsa, Suhrob nima men sikkanimda qiz bola emas edi deyapti. Bilmasam, sen ish qilib aytding Suhrobga, aytyapti. Menga telefon qilib shantaj qiluvdi deyapti. Seni Suhrob ham shantaj qildi menga shu kuni. Sen aytding-ku, uylanasan menga qizligimda olib qo'yding Suhrob deb aytding. Endi Begzod qilib qo'ydi deb aytayaptimi deb kulib jo'natib yuboribdi. Voy. Qara, endi marka biza bitta imkonimiz qoldi, Marjon. Sen ekspertizaga olib borsada bittadan chiqadi, bilasanmi shuni? Begzodni topish kerak. Yo'q. Hozir meni borga bitta imkonim bor-da. Boyagi Jahon degan bola bor-ku. Ana shu biladda. Qiz bolamasligingdimi? Ha. Biladi, lekin bilsa mayli olaman. Menga malag'ing kerak yo'q deyapti. Sen aytdingki senlarni. Ha. U qarorchi borki uylanaman mayli deyapti. Shuni men joylab jo'nataman. Agar seni birontasi bir nima deb bilsa, men bu o'zimni bo'yimga qo'yib bosib qovaraman deyapti. Endi sen borki Jahonga telefon qilasan. Jahonga telefon qilasanki, qarorchi men deganasiman deysan. Sen deganasiman deysan, qarorchi deysan, Marjon shunaqa qiz bolamiz, lekin Begzod u bu olmaganda, tushundingmi? Kim olgan deyman? Yo'q, men bilmayman-da. Men bilmayman-da, faqat deganan, eng yaqin deganan. Aytaversanchi to'g'risini, Marjon dallab sikib qochib ketgan qozoqqa deb. Yo'q, Marjon, men unga boshqacha aytganman, Marjon.
Unga nima deb aytuvding? Men gapni qisqaroq qilib aytganman. Dalbayob, shu vaqt aytganingda edi, borardik Bekzodni oldiga. Uylanasan deb turib olardik. Shu vaqtda nima menga aytmading, chalab? Marjon, tushunyapsanmi? Men mana shuncha yursamam, boshqa bola bilan gaplashsam, hech bir siktirib qo'ymagan ekanman-da. Sen buncha unaqa bo'shsan. Ha? Omingni ochib beribsan. Asalib mana shu gaplarni sayas qilaman. Qara menga eshit hozir ulardan ko'ra mana gap muhimda senga. Birinchidan sen agar sen qachon sendan masalan qilmasini olganingsa, men bilmayman, sen bunaqa shu narsani bilaman desam, men mazza yaqin dugonasi agar uydagilar jo'natmasangiz, agar короче bitta qishloq tarafda qiz biliydi desam. To'xta, sen uni aytmasang ham bo'ladi, tiktirib yerga tegib ketsang ham bo'ladi. Necha oy bo'lgan u narsaga? Necha 7 oydan oshdimi? Yo'q, Martin. Короче, borku unaqa qilish shart emas, tushunasanmi? Hozir u Jahon biladi hammasini, kerak emas u narsa. Sen faqat Jahonga telefon qilasan, Jahon akani bo'ldi, Jahon yaxshimi so'zimni desan, Jahon aka menga Marjoniga sharmanda bo'ldingda, shuni bilasanmi qishloqqa? Menga hamma aytgan, yubkamni ochdi, yotdi deding. Asta tiqvordi, keyin men ko'rsatdim qizligimni deding. Tanamadimi deganlarim bor. Yo'q debsan. Hamma zapisingni eshitgan. Ves qishloq eshitgan, sinfdoshlar gruppasiga tashlab yuboribdi. Go'zal shunday qildimi? Go'zalga men tashladim. Aytdim, menda bor edi. Bulutchamga yashirib qo'ygandim. Men Bahor opaga jo'nataman dedim. Go'zalga nima uchun go'zal yozuvchi qaqi Marjona. E'tiborli bo'lsak bo'lmaydimi? Bilmasam. Hamma gapingni chiqib eshitdi, ko'rdi, keyin hamma bildi qiz bolamasligingni, qizligingni oldirib qo'yganingni, Bekzod qozoqqa qochib ketganini, Suhrab aytganini, u men davrimda ham qizmas edi. Har baloni bildi. Boshingni ko'tara olmaysan qishloqda jo'ra. Sharmanda, shunday yurasan-ku gapirib, qiz bolamas. Gruppadan kattalarga 95-yil, 96-yil bolalarga, undan Qirg'izga o'tadi. Qirg'izdan Qirg'izga o'tadi. Qirg'izdan Remkosaga, keyin Boylataga, işte o'tib yuraveradi hammaga zapising. Zapisi bor meni bu Nurxon opam qizini deydi. Qiz bolamasman degan deydi. Tabbalang chiqdi, hech kim uylanmaydi endi senga, hech kim uylanmaydi. Men qarada ko'zaning yaqin dugonamniki nima qilish narsani tashlab. Men Go'zalga hali shuncha qo'ygan bo'lsa men kimga tarqatdim ayt, Marjon? Bilmasam endi. Katta qo'rg'onlarga borib nima qildim, shuni menga aytasan. Men biron nima deb shuni sirini ochdimmi, Marjon? Bilmadim endi Marjon men. Men shuni tashladim Go'zalga, Go'zal keyin gruppaga tashlaverdi. Senda dalangni chiqardik ikkovlashib. E'tiborli bo'lsak bo'lmaydimi, Marjon? Mana, hamma bildi. Biz Qirg'iz g'oliblargacha borgan u. Muhammad o'zi yozibdi, kulgan stiker jo'natib yuboribdi. Qiz bolamasmi Marjonam, ey deb. Go'zalga telefon gapiraymi? Bilmasam Marjon, gapirasam yo'q, men nima foydasi bor? Hamma uni eshitib bo'ldi, ko'rib bo'ldi. Betarga sharmanda o'pirishgan qo'la. O'zingda og'zing bilan aytgansan, qiz bolamasman, qizligimni oldirib qo'ydim deb. Yolg'on gapirmagan yoqda bir Go'zalamda prosta zapisini tashlagan yoqda Go'zal bir og'iz gap gapirmagan. Ya bilaman, prosta uchun Go'zal urush qildi. Chunki meni xafa qilganing uchunmi deb o'yladim. Qanchiqsan-da Marjon, qanchiqsan. Sen o'zi bekor qilgansan. Nima uchun shu Bekzod keyin bitta sikib ko'ray desan? Nima uchun o'zi ochib berding? Savol men senga bitta. Yaqin dugonang bo'lib men senga savol beryapman. Nima uchun ochib berding? Qanday ochib berding? Qanday qo'yib qo'yding men sikdib? Marjon, men bilmay qoldim deb. Qanday bilmay qolasan? Shuncha yubkang ko'taryapti, ishtonini yechyapti Bekzod, tursigini yechib chiqaryapti. Qanday sen ko'rmay bilmay qolasan? Qara,
Antedan bir joyga chiqdi. deyapti. Senga qiz olamassan deyapti-da. Men qiz olaman, gapimga javob beraman dedim. Berolmaysan deb, berolsamchi dedim. Agar shunaqa chiqsang senga uylanaman javobdi. Agar men chiqsamchi dedim. Yo'q, chiqolmaysan dedim. Chiqaman dedim. Keyin ochib bergansan. Keyin isbotlash kerak edi Marjona. Tavba, yo pashol nahvoy, qizmanmi, senga to'q emasmi? Pashol nahvoy, gaplashma qiz bola bo'lmasan deb ketaversang o'lasanmi, Marjon? Ochib bermay. Men qaydan bilay u gaplarni? Pashol nahvoy deb ketishing keragidan shunda. Tavba, yo'q. O'z rostdan qizliging chiqqanmidi bezod, lekin menga tanamayapti. Nomerini jo'nataman, ikkoving bir yaxshilab gaplash va balki uylanaman deb qolar. Ayt sen, bezod, sen men shunday qilding deb. Bezod vobshe tanamayapti. U deb men sikkanda qiz bola emas edi deb. Suhrobga keyin yozyapman. Suhrob, aka yaxshimisiz? Men Marvardan. Marjonni siz shunaqa qildingizda qizmidi, qizmasmidi? Gaplashyapman. Siz dedi qizmasmisiz dedi. Keyin nima dedim men? Qizmidi, qizmasmidi Marjon sikkaningizda dedim. Hayotda qiz bola emasdi. Menga shantaj qildi-ku, bu kunasiga kelib dedi. Nima deb shantaj qildi desam, aytayapti, menga uylanasan, qizligimni olib qo'yding, unday kollejda aytdik-ku bizlar shunga. Tiqormadingmi deb shu kuni sen aytding-ku kollejda. Shu gaping aytayapti, menga shantaj qildi singlim dedi. Seni shantajga chiqardi. Sen o'shanda mesejni bo'lganmiding yoki qizligingda Suhrob bo'lganmi? Qizligingda shu payt Suhrob bo'lganmi deyapman yoki Begzod bo'lganmi? Sen shuni qara Marjon, biz telefon qildik, bilasan, qonadi deb aytding sen Suhrobga, qon chiqdi deding, keyin qonyapti deding. Men keyin nervam chiqib ketdi birdan, qizligingni olib qo'ydimmi deb keyin telefon qildik shida Suhrobga, sikib qo'yding Marjonni, qizligini olib qo'ydingmi aka dedim men. Yo'q dedi, hech qanaqa men qizligini olib qo'yganim yo'q dedi. Suhrob olgan yo'q Marjon. Kim Begzod olgan bo'lsa, nima u tanamayapti? Men shunga hayronman-da. Begzod aytayapti, men sikkanimda ham qiz chiqmagan, u mendan oldin u buzilib ketgan, u teshik kulcha deb aytdi seni. Shiltasi chiqib ketgan dedi. Apshakka qo'ygan deb aytdi seni. Shu deb aytdi, apshakka menga qo'ygan ekan deb aytdi. Nasira, men senga nomerini beraman, gaplashuv normalni. Begzod men shunday qilib qo'yding, uylandi. Balki uylanar. Nima qilasan, Melisa aralashtirib, o'zi qishloqqa sasi bo'lding-da, Marjon. Bugun ertalabdan to hozirgacha biz aylanding qishlog'ingda, chaynalding. Erta akang qulog'iga borsa, bilasan, dabgaling chiqar. Ayangni o'ylamaysanmi, Marjon? Yurak kasal bo'lib o'zib shuncha kuygan yetadi-da, to'g'risi gap. Endi senga ham qoluvdimi kuyishi? Shuni o'ylamaymi shu vaqtda? Bahora shunday, men ham shunday bo'lmay, ayajonim kuydirmay, shular o'ylamaymi? Qanday shu? Hayt, sen aytsang bo'laydi-ku, pashol nahvoy. Qizmasmanmi, qizmanmi, senga qo'ymasmi? Pashol nahvoy, men hayotda sen bilan mamroqda yotmayman. Tiqmaysan yoki meni omimga deb. Shuni aytolmang, birov pashol nahvoy deb ketishing kerak edi shu vaqtda. O'zi keyin kechirim so'rab qolardi. Marjon kechir, bilmabman-da, uzr, xafa qilma jonim deb qolaydi. Sen ham qancha qo'shib ochib berganingdan keyin tiqqanda u. Erta sud bo'lsa ham aytadi, o'zi ochib berdi, men majburlaganim yo'q deydi. Men unga sikaman sen deb aytganim yo'q, o'zi ochib berdi deb aytadi-da masalan ham. Chunki sen o'zing rozi bo'lgansan u narsaga, to'g'rimi? Qima meni deb qo'l oyog'ingni baylab sikmagan-ku, og'zingni yopib, to'g'rimi? Yo og'zingni baylab sikdimi? Shuda og'izlaringni qo'lingni bog'lab sikkan bo'lganda u majburlab zo'rlash bo'lardi. Sen o'zing rozi bo'lib ochib bergansan-da omingni. U hech qanday baxtda sen Melisaga bergan taqdiringda ham hech narsa qila olmaysan.
Chunki sen o'zing rozi bo'lgansan u narsaga. Voy meni qizligimda deb. to'xtadim Marjon, shular gapirmadim Marjon, meni boshqa tarafga nima qilibdi, boshqasini o'ylaydi. Bilmasam Marjon. Shu senga teshik degan nom kerakmidi? Tez qishloqda qaytib yurasan, sen bu yoqda bir umr shaharda yurmaysan-ku. Uyingga boradi, so'rab surishtirar, erta ering eshitsa shu zapisda nima qilasan? Qanday qaraysan eringni ko'ziga? Bor, yo'qol, pashol nahvoy deb haydab yurar ering ham. Kim teshib qo'ygan bo'lsa, shuni oldiga bor deb aytadi. Sal o'zingga pishiq bo'lsang bo'lmaymi, Marjon? Men mani gaplashganman, sevishganman, boshqa deganman, o'pishgandirman, quchoqlashgandirman. Hech lekin tiqasanman bu yerimga qizman. Asrab yursang bo'lmaydimi, Marjon? Yo sen labingga, ko'tingga, boshqa joyingga so'ramaydi ular. Qizmisan, yo'qmi shuni so'raydi. Kallang ishlamaykan, sen dalbayoq bo'lib qolsan. Xafa bo'lasanmi, yo'qmi, to'g'ri gap bu. Menga po'xo'y. Prosta kelajaging yo'q bo'lib qoldi seni. Men senga yordam beraman dedim. Timur akam yozmasang, men senga yordam beraman dedim. O'shanda zapisni hech kimga chiqarmayman. O'zim seni to'y qilaman nasib bo'lsa deb erizlab yurdim Timur akam jo'ralardan senga. $200, $300 bo'lmaydimi, menga farqi yo'q. Tiktirib bo'lsa ham sen erga beraman deb yurdim men. Men tepamda Xudo turibdi, dasturxon oldida o'tiribman, yolg'on gapirganim yo'q Marjon. Senga ashim yordam qilaman dedim. Lekin sen Timurga borib, u degansan, bu degansan, nima qilgan, nima bo'lgan, shundan meni ko'nglim qolib ketdi sendan. Bilmasam men Timur ham boshqasi ham hech qaysi kerak emas menga. Men sevmayman, hech kimni sevmayman, ko'nglim ham qo'ygan. Qizligim o'zimdanmi, qiz bolamanmi, yuzim yorug'mi, ota-onamni oqlab, bemalol men erga bir xil tegib ketaveraman. Lekin sen hozir yashirib tiktirib tekkan taqdiringda ham vis qishlog'ing bilan o'z seni qiz bolamasligingda. Uyingga erta sovchi kelsa ham любойda zapising bo'ladi. Mani zapisi eshiting, qiz bolamas. Zapisi endi anshunisi yomon bo'ldi. Hay tiktirib tegib ketishing ham mumkin shu vaqtgacha, lekin o'zing og'zing bilan aytib qo'ygansan. Yo'qda qiz bolamasman, yechib qildi, o'qildi deb. Sen bekor tashlagansan. Men tashlashimga ham sabab bor, Marjon. Shu narsani nima qilarding, Marjon, tashlab? Men sababi bor debman-ku, Telegramga kirsang sen bilasan sababini. Men bekorga senga xos telefon qilib, Telegram o'chib ketdi, meni akkauntim o'chib ketdi. Bilmasam soat 3 da men senga telefon qilib bekorga o'tirganim yo'q-ku, men ham boshimni qotirib, sen uchun bu yoqda qayg'urib. Nima qilay endi men, Marjon? O'zingni osvar. Nima qilay, ayt menga. O'zingni os debman-ku. Bunaqa qiz bo'lganingdan ko'ra o'lgan yaxshi. Uydagilarga shuncha nom tekkizganingdan o'lganing yaxshi, o'lib ketganing yaxshi ming marta. Shunday o'rningdan turdagin, o'zingni shunday os. Bo'ldi, tamom. Kuysa bir kun kuyar, 2 kun kuyar. Ha? O'zing o'ldir, nima qilasan yashab? Kim uchun yashaysan endi? Men senga savol. Nima uchun yashaysan? Jahonning men uylanaman deganiga 80 yil bo'ldi. 15-dekabrda senga sovchi kelmoqchi edi. Qani, qaysi senga sovchi jo'natdi? Qaysi senga uylanaman deyapti? Yaqinda to'yim deysan, bu holingda seni kim oladi? Любой erkak ham hech kim tegmagan oshni yegisi keladi. Chuqalangan oshni hech kim yegisi kelmaydi. Jahonning ham oldingda ha deydi bir sikib olguncha, bir tiqib olguncha ominga. Boshqa hech narsa kerak emas bog'larga. Shuni sen esingdan chiqarma. O'pasan, quchoqlaysan, boshqa joying ko'tingda ishlat, lekin yaringga bekor sen taqtirib qo'ygansan. To'poy. Yana meni aytaman, men shuncha gaplashaman, boshqa qilaman, lekin hech yog'imda avaylab asrab yurganman. Chunki bu o'zimniki emas, ota-onamning yuzi. O'zingni osvar bu kuningdan. Nasaq keltirib otangga, onangga shuncha uni qilganingdan ko'ra. Menga aytib beryapsan, men qaltirab qoldim o'sha kuni. Qizligimda olib qo'ydi deganga o'zimda yo'q. Tentak bo'lib qoldim. Timur akamga borib shunday yig'lab aytib berdim. Marjon yaxshi emas, Marjon yaxshimi? Oqshom bilan men uxlolmay chiqdim, shuni bilasanmi? Marjon deb chiqqanman. Mana sen bilmaysan-da. Men senga qancha qayg'urgandim, men senga qancha yordam beraman. Men aytdim shu kuni, Marjon, siqilma bo'ldi, o'ylama hech narsani dedim. Ha, boraman. Men aytdim shu kuni ham. Hech narsani o'ylama, men borman dedim.
iloji yo'q narsani o'zi yo'q. Sen menga telegramdan yozyapsan, o'zim o'ldiraman, u qilaman, bu qilaman, shu yomon kuningda kim oldingda turdi? Menmidim? O'ylama Marjon, men borman. Hech qachon sen qolmaysan. Hamma narsani iloji bor yuradi. Endi iloji bor narsani ham iloji yo'q. Zapising chiqib ketdi seni. Vip bo'lib ketding. Qara, bugun kelasan-ku. Jahon chaqiramiz. Shu gaplashamiz. Qiz bola emas, boshqa narsa hammasini to'g'ri aytamiz. Yo'qsam shu sevgan odam boricha qabul qilaman Marjon, lekin esingdan chiqarma. Aytganman-da. Nima degansan? Shunday borku, unaqa chaqish qilmang. Shuni deganini aytganman, bo'ldi. Boshqa gapirma, nima keraksan dedi. Men shuni aytdim, qizlar. Endi shuni men desam. Menga kerak emas. Men o'zim ertasida bashorat qilish xohlamayman dedim. Sen hech qachon bashorat bo'lmaysan, Marjon, shunaqa esingdan chiqarma. Kelsin nima desam, men baribir o'g'laman senin dedi. Qiz bolamsan. Qachon jo'natayotgan sovchisini? Endi hozir gaplashaman-da bugun. Bugun men ham boraman, sen ham borasan, gaplashamiz o'rtaga. Men gapiraman. Men do'konam deyman. Shunday qishlog'iga gapi chiqib ketibdi, qiz bolamas degan zapisini jo'natuvdim men dugonasiga. Dugonasi gruppaga tashlagan. Uylaning akasi aytaman. Bir bola qilib bir nima qilarman. Aytasan, ha. Menga bir dardini ochib beruvdi desam, men baribir yaqin bilamasman desam. Yig'lab menga aytuv desam, men zapisini desam, qo'shiqda qo'shiq chalishim, shu ketib qoldi desam. Qo'shiqda agar jahli chiqadi undan. Dugonamda qo'shiq tashlayman deb shuni tashlavardim. U qishloqda dugonasi shu narsani eshitib, anaga gruppaga tashlayapti. Aka ertaroq Marjon, agar olmasangiz, Marjonga suv chiqib ketadi desin. Hay, mayli Marjon, gaplashamiz. Nechida kelasan? Bilmasam, nechida boray. Ertaroq keyin soat 9:10 kelsam ham bo'ladi. Hay, bo'pti, Jahonni sen tayinlab qo'y 9:10 Ha, mayli, qisib yur endi. Qiz bolamasman deb har kimga aytaverma. Ha, ana kurkam olib kel. Boraman, olib boraman. Bo'pti. Bo'pti, salam.